Nomini o'zi g'alati-da. Homilamni oldiraman. Yig'lagan qizlar, ikkinchi xotin, kundosh, tug'mas, g'alati, o'jar homilador. Kechirasizlar-ku, katta bir serialga qo'yiladigan nommi shu? Shunaqa nomlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi mavzularni qarang endi. Shunchaki ko'rganingizni o'zida qo'shxotinlik, o'ynash, bepushtlik, boy bilan qashshoq. Faqat qiz tug'ilgan oilalar yoki opa-singillarni bir-biri bilan ertalashishi, qaynona kelin munosabatlari, kelin qaynotasiga kechirasizlar o'rtoqlar. Bizni shunaqa xalq bizami? Biz o'zimiz seriallar orqali xuddi shu narsalarni xalqimizga singdirmayapmizmi? Biz shunaqa xalqmizmi? Bizni kelinlarimiz qaynotasiga shunaqa nazar bilan qaraydimi? Bizni qaynonalarimiz shunaqa ahmoqmi? Uzr-ku endi. Men buni jaholat deb o'ylayman. Buni ekran orqali odamlarga ataylabdan singdirilayotgan narsa bu bizning millatimizga ham, milliy g'ururimizga ham, oriyatimizga ham to'g'ri kelmaydi, kechirasizlar. Men mutlaqo xiyonat desak bo'ladimi? Odamlarni vaqtini o'g'irlash. Millatga xiyonat deyman men buni. Chunki umuman kerak emas. Nima uchun bizning seriallarimiz yotoqxona, oshxonadan iborat bo'lishi kerak? Yotoqxonadagi holatlar ochiq-oydin ekranga namoyish etilyapti. U o'zbek qizlari, kechirasizlar, bizning mentalitetimiz bundan boyroq emasmi? Kechki payt beriladi ko'proq telenovelalar. Lekin o'shalarni ko'rishga